Oddiy, odatiy o'yin. Keling, o'yinlarning umumiy xususiyatlarini er-xotinlar orasida mashhur bo'lgan "Sizni deb" o'yini orqali ko'rsatishga harakat qilaylik. Uayt xonim doimo erining dunyoviy hayotni u uchun keskin cheklab qo'yganidan shikoyat qildi va shuning uchun raqsga tushishga o'rganmagan. Psixoterapiya kursi uning nuqtai nazarini o'zgartirishga yordam berganidan so'ng, erining o'ziga nisbatan ishonch pastlab, yanada muloyimroq bo'lib qoladi. Uayt xonim endi faoliyat doirasini kengaytirishi mumkin edi. U raqs darslariga yoziladi, lekin hamma oldida raqsga tushishga bo'lgan qo'rquv sabab darslardan voz kechishga majbur bo'ladi. Bu noxush hodisa shunga o'xshash boshqa holatlar bilan birga turmushning muhim jihatlarini yoritib beradi. U o'ziga er sifatida ko'plab yigitlar orasidan qattiqqo'l odamni tanladi. Bu unga "sizni deb" deya ko'p narsadan shikoyat qilishi mumkin bo'lgan holatni egallash imkonini berdi. Uning ba'zi do'stlarining erlari ham qattiqqo'l edi. Ertalablari qahva ichish uchun uchrashib, uni deb o'ynab yaxshi vaqt o'tkazishardi. Biroq uning shikoyatlari qaramasdan eri unga katta xizmat ko'rsatdi. Qo'rqadigan narsalar bilan shug'ullanishini taqiqladi. Taqiqlash orqali u hatto bu qo'rquvni tushunishiga to'sqinlik qildi. Bu uning farzandi ham xuddi shunday turmush o'rtoq tanlaganini sabablaridan biridir. Lekin bu hali hammasi emas. Uning taqiqlari va shikoyatlari ko'pincha janjallarga olib keldi. Shuning uchun ularning jinsiy hayotida jiddiy buzilish yuzaga keldi. Aybdorlik hissi tufayli er ko'pincha unga sovg'alar beradi. Boshqa holatlarda bunday qilmasdi. Bunga erkinlik berganida sovg'alar kamayib va ularning qiymati arzonlashdi. Uayt xonim uy ishlari va bolalardan tashqari eri bilan umumiyligi kam edi. Shuning uchun ularning janjali muhim voqea sifatida ajralib turardi. Bunday holatlar ular uchun oddiy doimiy suhbatlar o'rniga boshqa nimadir qilish imkonini berardi. Qanday bo'lmasin, turmushi unga doimo saqlanib turadigan bir narsani isbotladi. Hamma erkaklar yomon va zolim. Ma'lum bo'lishicha, bu munosabat erta yoshligida uni ta'qib qilgan zo'rlanish qo'rquvi bilan chambarchas bog'liq edi. Ushbu o'yinni turli nuqtai nazardan tahlil qilish mumkin. Shubhasiz, bu ijtimoiy dinamikaning keng doirasiga tegishli. Asosiy nuqta shundaki, nikoh tufayli xonim va janob Uayt bir-birlari bilan muloqot qilish imkoniga ega bo'ldi. Buni biz ijtimoiy bog'lanish deb ataymiz. Odamlar kamdan-kam hollarda ijtimoiy muloqot qilish imkoniyatidan foydalanadi va shuning uchun asotsial guruhni tashkil qiladigan muhitlar, masalan, Nyu-York metrosidan farqli o'laroq, ushbu imkoniyatdan foydalanadigan holda ularning oilasi ijtimoiy guruhga aylandi. Uaytlarning xulq-atvor va o'zaro javoblaridan kelib chiqadigan ta'sir ijtimoiy harakatni tashkil qiladi. Har bir fan ijtimoiy harakatni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqadi. Bizni o'yinda ishtirok etgan shaxslarning tarixi va psixodinamikasi qiziqtirganligi sababli ayni paytda yondashuvimiz ijtimoiy psixiatriya bilan bog'liq. Bu yerda o'rganilayotgan o'yinlarning sog'lomligi to'g'risida ba'zi bir yashirin hukmlar chiqarildi. Bu sotsiologiya va ijtimoiy psixologiyaning neytral va keskinligi kamroq yondashuvdan biroz farq qiladi. Psixiatriya "bir daqiqa shoshmay turing" deyish huquqini o'zida saqlab qoladi. Boshqa fanlarda esa bunday bo'lmaydi. Transaksion tahlil ijtimoiy psixiatriyaning bir qismi hisoblanadi. O'yinlarni tahlil qilish esa transaksion tahlilning o'ziga xos jihati hisoblanadi. Amaliy o'yin tahlili muayyan vaziyatlarda paydo bo'ladigan aniq holatlar bilan shug'ullanadi. O'yinlarning nazariy tahlili turli xil o'yinlarning xususiyatlari mavhumlashtirish va umumlashtirish harakat qiladi. Shuning uchun ular og'zaki qobiq va madaniy fondan mustaqil ravishda tan olinishi mumkin. Masalan, "Sizni deb" turmush tipidagi o'yinning nazariy tahlili ushbu o'yinning xususiyatlarini shunday ko'rsatishi kerakki, uni Manhattan Penthouse'dagi Yangi Gvineya qishlog'i kabi tanib olish oson bo'lishi kerak. Xoh u nikoh marosimi, xoh nabiraga yangi qarmoq sotib olish uchun pul topish singari moliyaviy muammo bilan bog'liq bo'lsin. Shuningdek, harakatlar ochiq yoki yashirin tarzda amalda oshirishidan qat'iy nazar, bu o'z navbatida er va xotin o'rtasida qabul qilingan ochiqlik darajasiga bog'liq. Muayyan jamiyatga
O'yinning tarqalishi sotsiologiya va antropologiyaning obyekti hisoblanadi. Qayerda va qanchalik tez-tez sodir bo'lishidan qat'iy nazar, o'yinni ijtimoiy psixiatriyaning bir qismi sifatida tahlil qilish vazifasi faqat o'yinning tasvirlashidir. Shu yerda tibbiy statistika va terapiya yondashuvlarida farqlar bilan garchi to'liq qat'iy bo'lmasada o'xshashlikni chizish mumkin. Birinchisi bezgakning tarqalishini o'rganadi. Ikkinchisi Manhattan yoki junglidagi kelib chiqishdan qat'iy nazar ularning davolash bilan shug'ullanadi. Quyida tasvirlangan sxema o'yinlarni nazariy tahlil qilish uchun eng foydali deb topilgan. Shubhasiz bilimlar to'planishi bilan bizning sxemamiz yaxshilanib boradi. Avvalo, manevrlarning ma'lum bir ketma-ketligi o'yin mezonlariga mos kelishi talab qilinadi. Keyin iloji boricha ko'proq namunalarni to'plash kerak. Yig'ilgan namunalarning eng muhim xususiyatlari ajratiladi. Keyin o'yinlar imkon qadar tavsiflovchi va bilimlarning hozirgi holatini aks ettirishi kerak bo'lgan sarlavhalar ostida tasniflanadi. Tahlil o'yinni boshlagan o'yinchi nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. Bizning holatda bu White xonim. Tezis. Bu o'yinning umumiy tavsifi bu jumla va shu jumladan voqealarning bevosita ketma-ketligi ijtimoiy daraja va ularning psixologik kelib chiqishi, evolyutsiyasi va ahamiyati psixologik daraja haqida ma'lumot. Turmush tipidagi sizni deb o'yinida holatida allaqachon yuqorida berilgan ma'lumotlar bizga yordam beradi. Qisqacha qilib, bu o'yinni CD deb ataymiz. Antitezis. Muayyan ketma-ketlikning o'yin ekanligi haqidagi da'vo. Uning uchun ekzistensial ahamiyati isbotlanmaguncha taxmindir. O'ynashdan bosh tortish yoki mukofotni kamaytirishga urinish orqali uning isbotiga erishish mumkin. Bunday holda o'yinchi o'yinni davom ettirish uchun yanada ko'proq harakat qiladi. Qat'iy rad etish yoki mukovatning o'ta keskin kamayishi holati yuz berganida u umidsizlik deb ataladigan va ko'p jihatdan depressiyaga o'xshash holatga tushadi. Lekin ayni paytda bu holat depressiyadan sezilarli darajada farq qiladi. U keskinroq va umidsizlik elementlarini o'z ichiga oladi. Masalan, hayajondan yig'ilish shaklida o'zini namoyon qilish mumkin. Muvaffaqiyatning terapevtik vaziyatda bu holat tez orada quvnoq kulgi bilan almashtirilishi mumkin. Ya'ni katta odam yana avvalgi holatga qaytdim deyishga erishish mumkin. Shunday qilib, umidsizlik katta odam olamiga tegishli, depressiya esa bola bo'ysunadi. Umid, g'ayrat yoki atrofga bo'lgan qiziqish depressiyaga qarama-qarshidir. Kulgi umidsizlikka qarama-qarshidir. Shuning uchun o'yinlarning terapevtik tahlil qilish quvonchi keltiradi. CDning antitezisi bu taqiqlarni yo'qligi toki White xonim eri taqiq qo'yishda davom etar ekan, o'yin davom etaveradi. Agar bunday qilma deyish o'rniga bemalol qilaver desa, ilgari yashirin fobiyalar darhol ko'zga tashlanadi. White xonim misolida u endi erini ayblay olmaydi. O'yinni aniqroq tushunish uchun antitezisni bilish va uning samaradorligini amalda sinab ko'rish kerak. Maqsad bu shunchaki o'yinchilarning umumiy intilishlarini bildiradi. Ba'zida muqobil variantlar mavjud. CDdan maqsad haqligini tasdiqlash, sabab qo'rqqani emas. U menga ruxsat bermaydi yoki o'zini oqlash, men urinib ko'rgandim, u meni ushlab turibdi. Birinchi maqsad, ya'ni haqligini tasdiqlash aniqroq va xotinning himoyaga bo'lgan ehtiyojiga ko'proq mos keladi. Shuning uchun odatda haqligini tasdiqlash CDning asosiy maqsadi hisoblanadi. Rollar. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, men holatlarida rollar emas, balki hodisalardir. Shuning uchun o'yinning rasmiy tavsifida men holatlari va rollarda farqlash kerak. O'yinlarda rollar soniga ko'ra tasniflanib 2, 3, 4 yoki undan ortiq ishtirokchilar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ba'zida o'yinchining ego holati uning roliga mos keladi, ba'zida esa muvofiq kelmaydi. CD 2 o'yinchidan iborat o'yin bo'lib, mazlum xotin va qattiqqo'l er rollarini taklif etadi. Xotin o'z rolini ehtiyotkor katta odam, u xohlaganday qilish yaxshidir yoki injiq bola sifatida o'ynashi mumkin. Qattiqqo'l er katta odam xudbinlik holatida harakat qilishi, men aytganimdek qilishing kerak yoki ota-ona holatiga o'tishi mumkin. Men aytganimdek qilganing ma'qul. Dinamiklar. O'yin ortidagi psixodinamik kuchlarning ko'rsatishda har doim muqobil variantlar mavjud.
Biroq vaziyatni qisqacha va aniq tasvirlashga yordam beradigan bitta psixodinamik komponentni ajratib ko'rsatish imkoni deyarli har doim mavjud. Shunday ekan, CD qo'rquv elementlaridan kelib chiqqan deya tasvirlash eng muqobil yo'l. Misollar: barcha o'yinlar bolalikdan kelib chiqqanligi sababli o'yinning rasmiy tavsifini berishidan uning bolalik prototipini topish foydali. Kattalar kabi bolalar ham tez CD'ni o'ynashadi. Shuning uchun bolalar versiyasi kattalarnikiga juda o'xshaydi. Bunda qattiqqo'l erning rolini haqiqiy ota-ona bajaradi. Tranzaksion paradigma yashirin tranzaksiyalarni aniqlash uchun ijtimoiy va psixologik darajalarni ajratib ko'rsatib, odatiy vaziyatning tranzaksion tahlili namoyish qilinadi. CD ijtimoiy darajadagi eng dramatik ko'rinishdagi ota-ona bola o'yinidir. Janob White, uyda qolib, uy yumushlari bajaring. White xonim, sizni deb men vaqtimni chog' o'tkaza olmayman. Psixologik darajada yashirin nikoh shartnomasi munosabatlari butunlay boshqasi yuz beradi va bola sifatida amalga oshiriladi. Janob White, qaytganimda doim uyda bo'lishingiz kerak. Meni tashlab ketishingizdan qo'rqaman. White xonim, menga qo'rqinchli vaziyatlardan qochishga yordam bersangiz, men uyda bo'laman. Ushbu ikki daraja 7-rasmda ko'rsatilgan. Harakatlar. O'yinda harakatlar odatda rituallarga slashlarga mos keladi. Har qanday o'yinda bo'lgani kabi tajriba to'plash orqali o'yinlarning mahorati ortib boradi. Behuda harakatlar yo'q qilinadi va har bir harakatda tobora maqsad muvofiq bo'lib boradi. Yaxshi do'stlik ko'pincha o'yinchilar bir-birini iqtisodiy va katta qoniqish bilan to'ldirishiga asoslanadi. Shuning uchun ular bir-birlari bilan o'ynaganda minimal kuch sarflagan holda maksimal foyda olishadi. Ma'lum bir o'radagi ehtiyotkor yoki imtiyozli harakatlardan voz kechish mumkin. Bu munosabatlarga yuqori darajada nafislik bag'ishlaydi. Himoyaviy manyovrlardan tejalgan harakatlar har ikki tomonni ham, ba'zan tomoshabinlarni ham xursand qilishi uchun sarflanishi mumkin. O'yin protokolida aks ettirilishi mumkin bo'lgan minimal miqdordagi harakatlarni talab qiladi. O'yinchilar o'zlarining ehtiyojlari, qobiliyatlari yoki xohishlariga qarab bu harakatlarni ko'paytirishi yoki ularni bezatishlari mumkin. Shunday qilib, CD uchun asos quyidagicha: ko'rsatmalarga rioya qilish, uyda qoling, yaxshi. Ko'rsatma norozilik, yana uyda qoling, sizni deb. Afzalliklari. Har qanday o'yinning asosiy afzalligi mavjud pozitsiyani barqarorlashtirish. Gomeostatik vazifa. Biologik gomeostazga slash orqali erishiladi va pozitsiyani tasdiqlash orqali psixologik barqarorlik kuchayadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, slash ko'p shakllarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'yinning biologik afzalligi slash nuqtai nazaridan ifodalanishi mumkin. Shunday qilib, CDda erining rolini qo'liga orqa tomoni bilan yengil tarsaki o'xshaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri xo'rlash sifatida qabul qilinadigan tarsakidan ancha farq qiladi va xotinning javobi boldirga injiqlik bilan tepishdir. Shu sababli CDning biologik afzalligi jangovar va injiq harakatlar almashinuvidan kelib chiqadi. Bu asab to'qimalarini sog'lom saqlashning juda og'riqli ammo samarali usuli. Xotinning pozitsiyasini yana bir bor tasdiqlash: hamma erkaklar zolimdir. Bu ekzistensial afzalliklar, bu barcha fobiyalarga xos bo'lgan taslim bo'lish zarurligini munosib barcha o'yinlarga asoslanadi. Aniq tuzilmani namoyish. Uyning batafsil tasviri quyidagicha bo'lardi. Agar olomon ichida tashqarida chiqib yolg'iz qasam taslim bo'lish vasvasasiga tushib qolaman. Uyda men taslim bo'lmayman. U meni majbur qiladi. Bu esa hamma erlar zolim ekanligini isbotlaydi. Shu sababdan CD o'yinini asosan haqiqatni his qilmaydigan ayollar o'ynaydi. Ya'ni ular vasvasaga tushgan vaziyatda katta odam ustidan nazoratni saqlab qolish qiyin. Ushbu mexanizm batafsil tushuntirish o'yinlar tahlili emas, operatsiya psixotahlilga tegishli. O'yinni tahlil asosan o'yinning yakuniy natijasi bilan qiziqishidir. O'yinning ichki psixologik afzalliklari psixik energiyaning tejashdir. Sizda ijtimoiy jihatdan maqbul bo'lgan erning hokimiyatiga bo'ysunish xotinni nevrotik qo'rquvdan himoya qiladi. Shu bilan birga, u agar ular mavjud bo'lsa, mazoxistik intilishlarning qondiradi. Mazoxizm bu yerda o'z-o'ziga zarar yetkazish ma'nosida emas, balki klassik ma'nosida mahrumlik, xo'rlik yoki og'riqli vaziyatlarda boshdan kechirilgan jinsiy hayajon holati sifatida ishlatiladi.